2025-yil tugadi. Dollar kursini so'mga nisbatan o'zgarishini tahlil qilib ko'rdingizmi? Keling shuni tahlil qilib ko'ramiz. Aytaylik, bizga 2025-yildagi kunlik kurslar berilgan bo'lsa, ushbu ma'lumotlardan foydalanib, описательная statistika, ya'ni ta'riflovchi statistikani chiqaramiz. Buning uchun данные bo'limidan analiz данныйni belgilaymiz va описательная statistikani tanlaymiz. Vhodniy данныйga ma'lumotlar diapazonini belgilaymiz. Vhodnoy intervalga esa statistikani qayerda ko'rishni xohlasak, shu katakni ko'rsatamiz va итоговая statistikaga galочка belgisini qo'yib, OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, описательная statistika chiqdi. Ushbu berilgan statistik ma'lumotlardan bizga keraksiz bo'lganlarini o'chirib tashlaymiz va asosiy statistik ma'lumotlarni qoldiramiz. Sredniy bu yil davomidagi o'rtacha kurs qiymatini beradi. Mediana esa bu kurs qiymatini agar o'sish ketma-ketligida joylashtiradigan bo'lsak, o'rta nuqtaga to'g'ri keluvchi kurs hisoblanadi. Moda esa yil davomidagi eng ko'p takrorlangan kurs hisoblanadi. Minimum va maksimum esa o'z navbatida yil davomidagi minimum va maksimum qiymatlar hisoblanadi. Shot esa yil davomida necha marta kurs chiqqanini ko'rsatadi. Ya'ni 365 kun davomida 351 marta kurs chiqqan ekan.